5 fanni 4 tasidan sertifikat olib bo'ldim. Ilmli odam hech qachon xor bo'lmaydi. 10 ta yoki 15 darsni bir kunda tugatgan kunlarim ham bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim va tabiiy fan olimpiadasida qatnashdim. Ish juda ham ko'p qishloq hududida Toshkentdagi Olimpiya elchixonasi tomonidan tashkillashtirilgan Education USA Academic Connects Program hisoblanadi. Hayotdagi eng birinchi motivatsiyaim bu onam hisoblanadi. Ularni teng yarmidan ko'pi ibrat farzandlar orqali hozirda hojat tildan o'rganib ketishmoqda. Hattoki umuman tilni o'rganishni xohlamagan inson ham o'ziga jalb qila olishi hamda o'qita olishi mumkin edi. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiyman va ana shu yerda faoliyatimni olib boraman deb o'ylaganman. Ular Rossiya, Ispaniyani kirita olamiz, Italiya, Angliya, Germaniya, Keniya, Bangladesh, Hindiston, Turkiya kabi mamlakatlarda o'z maqolalarimni chop ettirdim. Izlagan imkon topar, dangasa esa bahona deganlaridek, Andijon viloyatining chekka tumanlaridan Buloqboshida joylashgan 8-maktabning 11-sinf o'quvchisi Jonpo'lat Turg'unov shunday imkon topganlardandir. Ko'plab xalqaro loyihalar, grantlar, bir qator sertifikatlar sohibi Jonpo'lat ibrat kashfiyotlarining bugungi qahramoni. Hi everyone, my name is John Polat and I live in Andijan. For the time being, I am studying 11th grade of high school. I have been preparing all of the subjects and studies without any teachers and courses by only self-study. For the time being, I wanna thank my teachers and parents to create a process on the process of learning languages. Some people think that learning languages is so difficult or complicated. However, you must be believed that everything is impossible. Even in the world of impossible, there is a world of possible. Therefore, just try hard and achieve to high scores, high achievements. Assalomu alaykum. Mening ismim Jonpo'lat. Andijon viloyatidanman. Hozirda Buloqbosh tumani 8-umumiy o'rta ta'lim maktabida 11-sinf o'quvchisiman, bitiruvchiman. Hozirda 17 yoshdaman. Hobbilarim haqida gapiradigan bo'lsam, xorijiy tillar haqida gapirish o'rinli bo'ladi. Xorijiy tillarni bo'sh vaqtimda o'rganish asosiy hobbim hisoblanadi. Jonpo'lat, mana biz eshitishimiz bo'yicha hozir siz bir qator davlat sertifikatlarini qo'lga kiritibsiz. Va bu degani siz universitetga o'zingizga o'qishga kirish uchun tayyor yo'llanma shakllantirayotgan ekansiz. Shu jarayon haqida aytib bering-da. Birinchi bor 11-sinfni boshida ingliz tili bo'yicha CEFR, ya'ni milliy sertifikatga ega bo'ldim. B2, ya'ni B2 daraja bo'yicha mustaqil holda o'rgangan holatda. Keyin Bilim va malakalarni baholash agentligining maxsus ona tili fanidan milliy sertifikatga topshirdim va B darajaga erishdim. Ona tilidan tayyorlanishim ham mustaqil ravishda bo'lgan va yaqinda mart oyida matematika fanidan ham umumta'lim sertifikatiga ega bo'ldim. Bu daraja C darajaga erishdim. Demak, Jonpo'lat, bundan kelib chiqadiki, siz hech qanaqa o'quv markaziga yoki bo'lmasa repetitorga qatnamayapsiz. Shunaqa. Mumkinmi shunaqa? Albatta mumkin. Self study aynan sohasi bor ingliz tilida. Nafaqat ingliz tilida, balkim hamma soha bo'yicha self study asosida o'qib natijalarga erishish mumkin. Bundan faqatgina o'quvchidan qat'iy intizom va sabr toqat, iroda kerak bo'ladi. Xo'p, bunga qanaqa qilib erishdingiz? Qanaqa qilib vaqtingizni rejalayapsiz? Nima uchun boshqa bolalarga o'xshab vaqtingiz yetishmay qolmayapti sizni? Eng birinchi o'rinda qandaydir tashqi omillar har bir narsaga erishishimiz uchun yordam bera oladi. Misol uchun o'qituvchilarim hamda ota-onamni yaratib berayotgan katta sharoitlar tufayli bu natijalarga erishishim juda ham oson bo'lyapti. Hozirda ko'plab bolalar vaqtini bekorga o'tkazyapti yoki keraksiz mashg'ulotlar bilan shug'ullanyapti. Lekin albatta hech qanday kurslarsiz mustaqil ravishda o'zidagi qat'iy iroda bilan natijalarga erisha olishi mumkin. O'quvchimiz Turg'unjon Po'latbek 11-B sinfda tahsil oladi. Bugungi kunda o'sha muddatdan oldin oliy ta'limga harakat qilib, Ibrat akademiyasida mustaqil o'zi shug'ullandi va bu narsani o'zini sinfdoshlariga nisbatan ham motivatsiyali qildi. Ya'ni o'quvchilarga birgalikda ishlashga, qanday qilib sertifikatlar olish yo'llarini o'rgatdi. Bu narsa albatta natija berdi. Bugungi kunda 61 nafar o'quvchimiz bo'lsa,
11 sinf bitiruvchilarimiz, shulardan 21 nafari hozirgi kunda xorijiy til sertifikatlari, ya'ni ingliz, nemis va albatta til adabiyoti, matematika, tarix fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdi 21 nafar o'quvchilarimiz. Bularga albatta Jon Po'latbekning qaysidir ma'noda motivatorligi sabab bo'ldi. Chunki o'sha joydagi qiyinchiliklar, milliy sertifikatlarni qanday o'rganish, qaysi testlar tushishi bu haqda albatta sinfdoshlariga aytib o'tdi. Chekka qishloqlardagi o'quvchilarimiz repetitorlarga borgani yoki tuman markaziga borgani biroz qiynaladi. Shuning uchun mana shu Ibrat akademiyasini test savollaridan, milliy sertifikatlardan tayinlanib, bugungi kunda xudo xohlasa o'sha 30% o'quvchimiz oliy ta'limga muddatdan oldin qabul qilindi. Xo'p, qarang, mana hozir sizda ingliz tilidan sertifikat bor dedingiz, ona tili adabiyotdan bor dedingiz, plus matematikadan bor. Buni baravar tayyorlandingizmi yo bitta bosqichma-bosqich ketyapsizmi? Albatta vaqt masalasi bu yerda birinchi o'rinda turadi. Avvalo birinchi o'rinda ingliz tilidan tayyorlanib olib, ya'ni xorijiy tilni tugatib olib, keyin umumta'lim fanlariga o'tdim va tayyorlandim va birin-ketin sertifikatlarni, imtihonlarni topshirdim. Ingliz tilini qayerda o'rgandingiz? Ingliz tilini o'rganishim asosan 3-sinfdan boshlangan, lekin orada uzilishlar bo'ldi 4-5-sinflarda, lekin 7-sinfimdan boshlab turib ingliz tilini o'rganishga qat'iy bel bog'ladim. Va o'rtacha holatda 9-sinfimda Ibrat farzandlari ochildi. YouTube'da birinchi bor darslarini ko'rib qoldim va ana shu darslar orqali kurslarsiz mustaqil ravishda o'rganishga qaror qildim. Qarang, hozir Ibrat farzandlaridan siz mana Buloqboshida turib o'rganyapsiz ingliz tilini. Bu Buloqboshida o'zi bormi o'quv markazlar yoki qanaqadir bilmadim, institutlar deydimi, bormi yoki yo'qmi? Tumanimiz ham, viloyatimiz ham asosan shaharga, poytaxtga uzoqroq hudud hisoblanadi. O'rtacha holatda 5 yoki 6 kilometr, hattoki 10 kilometrgacha joylarda o'quv markazlar va o'quv dargohlari ochilgan. Ammo bu albatta qanaqadir moddiy yoki moliyaviy jihatdan qiyinchiliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Shu tufayli ham o'quv markazlariga birinchi bor borganman, ammo u yerdagi dars sifatlari va muhit yoqmaganligi tufayli o'zim mustaqil ravishda self study asosida o'qishga qaror qildim. Siz self study qilayotganingizda uydagilar xalaqit berishmaydimi? Ish buyurib, masalan, bilamiz, qishloq joyda ish ko'p. Ish juda ham ko'p qishloq hududida, lekin ota-onamiz yaratgan sharoit orqali bemalol vaqt ajrata oldik o'qish uchun. Chunki uyimizda ham ish bor, aynan qishloq hududida turamiz. Hayotdagi motivatoringiz kim sizni? Hayotdagi eng birinchi motivatorim bu onam hisoblanadi. Eng katta yordamni berib kelayotganim onam hisoblanadi. Qanday motivatsiya berdilar sizga? Nima dedilar? Asli ota-onam universitetda tahsil olmagan, lekin bizni universitetda tahsil olib oliy ma'lumotli bo'lishimizni juda ham xohlaydi. Oilada 3 nafar farzand bo'lsak, ikkita akam va opam ham universitetda o'qiydi va oliy ta'lim muassasasida hozir tahsil olmoqda. Aynan ilmli odam hech qachon xor bo'lmaydi. U odam o'z yo'lini topib keta oladi degan shiorim yordam bera oladi deb o'ylayman. Demak, onajoningiz o'zlari oliy o'quv yurtlarida o'qimaganlar, lekin 3 nafar farzandlarni ham oliy o'quv yurtida o'qishi uchun sharoit yaratib beryaptilar. Xuddi shunday. Opalaringiz, akalaringiz sir bo'lmasa davlat granti asosida o'qishadimi yoki shartnoma kontrakt asosidami? Opam va akam shartnoma kontrakt asosida o'qiydi. Lekin siz? Men albatta davlat granti asosida o'qishga kirishga harakat qilyapman hozirda. Yaxshi, endi qarang, hozir siz aytyapsiz, siz ham shartnomaga hozir 3 ta sertifikatingiz bilan ballingiz yetib turibdi. Xo'p, qanaqa qilib grantga yana kirmoqchisiz? Hozirda asosiy umumta'lim fanlariga davlat test markazida 5 ta fandan imtihon topshiriladi. Ana shu 5 ta fanni 4 tasidan sertifikat olib bo'ldim va bittagina sertifikat qoldi. Ya'ni tarix fanidan umumta'lim darajasini olib bo'lgandan so'ng ana shu 11 ball, ya'ni majburiy fandagi ball ham yopilib, 189 ball maksimal ballni qo'lga kiritaman. Va bu bilan istagan universitetingizga kira olasiz. O'zimning mutaxassisligim bo'yicha istalgan universitetga kira olishim mumkin. Mutaxassislik deganda nimani nazarda tutasiz? Mutaxassislik kelajakda asosiy maqsadlarimdan biri bu diplomat bo'lish, O'zbekistonning ma'lum bir davlatda elchi yoki tashqi ishlar vazirligida ishlash asosiy maqsadim hisoblanadi. Mana shu yo'nalish bo'yicha mutaxassisligim ingliz tili, tarix
yo'nalishdan imtihon topshiraman. Lekin aynan ikkinchi variant sifatida o'qituvchi bo'lishni ham asosiy maqsadim deb oldim. Chunki o'qituvchi bo'lishimga juda ham katta sabablar yoki motivatsiya bo'lgan holatlar mavjud. Masalan, Masalan, Ibrat farzandlari bo'yicha birinchi bor darslarni ko'rganimda, u paytda 10-12 ta til bo'yicha birinchi ochilganda darslar o'tilar edi. Lekin boshida ingliz tili turgan, lekin pastroqda ispan tilini ko'rganmanda, ispan tilini boshlab yuborganman o'qishni. Va ispan tilidagi o'qituvchimni xarizmasi va bergan motivatsiyasi, hattoki umuman tilni o'rganishni xohlamagan insonni ham o'ziga jalb qila olishi hamda o'qita olishi mumkin edi. Aynan juda ko'p o'qituvchilarim mavjud bor hozirda va ularni sharofati bilan o'qituvchi bo'lishga ham juda ham qiziqyapman. Ayniqsa xorijiy tillar bo'yicha kelajakdagi sohamni, karyeramni qurishni istayman. Jonpo'lat, aytingchi, bugungi kunda qishloq yoshlari bilan shaharda istiqomat qilayotgan yoshlarni imkoniyatlari va sharoitlari tengmi? Aynan qishloqdagi va shahardagi yoshlarga keladigan bo'lsak, baribir ko'pchilikni nazarida shaharda ko'plab imkoniyatlar eshigi ochiq deb o'ylashadi. Ammo insonni o'zidagi harakatiga qaragan holatda qishloqda bo'ladimi yoki shahardami, judayam chekka hududda bo'ladimi, insonni harakati orqali juda katta muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Qishloqda ekanman deb turib harakatsiz bo'lish bu noto'g'ri ish deb o'ylayman. Xo'p, Jonpo'lat, mana yaxshi o'qishga harakat qilishadi. Ko'p shunaqa gap ham bor. Iste'dodlar qishloqda tug'ilib, shaharda o'ladi deyishadi-da. Ya'ni o'sha qishloqda yetishib chiqqan iste'dodlar shaharga yo'l olishadi. Sizningcha, yaxshi o'qish bu shaharga ochiladigan yo'lmi? Menimcha albatta. Chunki shahardagi imkoniyatlar baribir qishloq hududida bo'lishi juda ham kamdan kam holatlarda. Shaharda imkoniyatlar eshigi kattaroq va keng ko'lamda. Qarang, siz yana juda ko'plab loyihalarda, xalqaro loyihalarda finalist bo'lgan ekansiz, ishtirok etgan ekansiz. Bularni qayerda topdingiz? Bu onlayn qatnashdingizmi yoki bo'lmasa Toshkentga borishga to'g'ri keldimi? Elchixonalar grantlari degan narsalarni ko'rdimda sizni rezyumengizda. Birinchi bor aynan bular extracurriculars activities deyiladi ingliz tilida, ya'ni qo'shimcha darsdan tashqari mashg'ulotlar bilan shug'ullanish. Aynan chet el universitetlariga topshirmoqchi bo'lganlar akademik jihat va professional sohada ham o'zlarini faoliyatini yuritishi kerak. Birinchi bor men yoshligimdan Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiyman va ana shu yerda faoliyatimni olib boraman deb o'ylaganman. Lekin keyinchalik O'zbekistonda qolib, O'zbekistonni aynan rivojlanishga hissamni qo'shishni xohladim. Va natijada lekin to'xtatmadim o'zimni mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni. Birinchi bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim va tabiiy fan olimpiadasida qatnashdim. 3 bosqichda o'tkazildi. Birinchi bosqich va ikkinchi bosqich yarim final, uchinchi bosqich esa final bosqichi bo'ldi. Finalist sifatida tanlandik va ana shu finalist bo'lishga sazovor bo'ldik. Qolaversa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti, UNICEF Xalqaro bolalar tashkiloti kabi konferensiyalarida va diplomatik uchrashuvlarda hozirda qatnashib kelmoqdaman. Kelajak lideri deganda siz kimni tushunasiz va u qanday bo'ladi? Kelajak lideri deganda bu o'z manfaatlariga emas, balkim jamiyatga o'zini katta hissasini qo'sha oladigan, aynan yutuqlarini faqatgina o'zi uchun, ya'ni subyektiv holatda emas, balkim keng ko'lamda hamma uchun deb hisoblaydigan va dunyoqarashga ega bo'lgan insonni tushunaman. Misol uchun ko'plab volontyorlik loyihalarida qatnashganman hozirgacha. Volontyor degani bu aynan hech qanday manfaatlarsiz jamiyat hissasiga o'zini katta yordamini qo'shadigan inson bo'ladi. Volontyorlik harakati haqida gapirdingizda, masalan, siz volontyor bo'lishingiz bu yaxshi, lekin volontyorlikdan keladigan bir foydalar ham bormi? Bilamiz, zarari bu bepulligi, chunki sizni vaqtingiz, har bitta odamning vaqti pul turadi aslida. Buni bepulligi, lekin undan foydalar qanaqa? Qanaqa foydasi bor volontyorlikning? Aytib o'tganingizdek, volontyorlik bu bepul, aynan hech qanday manfaatlar ustiga qurilmaydigan loyiha yoki yo'nalish hisoblanadi. Volontyorlikning eng katta foydasi bu jamiyatga yordam berish. Har xil sohada, tibbiyot sohasida yoki tarjimonlik loyihasida yoki project management yoki qanaqadir event coordinator bo'lish maqsadida volontyorlar yordam bera olishi mumkin. Yaqinda
O'zbekiston Respublikasi Migratsiya agentligi yordamida tashkil qilingan volontyorlik loyihasida ham qatnashdik va yangicha bilimlarga ega bo'ldik. Aynan Koreya millatiga mansub bo'lgan shaxslar bilan uchrashdik va O'zbekiston fuqarolarini Koreya davlatiga ishga qabul qilish uchun ro'yxatdan o'tkazdik. Volontyorlikning eng katta afzalligi ham bu networking skills hamda aynan o'zini CV'sini bir tomondan ma'lum bir manfaat ustiga quriladi desak, qanaqadir sertifikatlar yoki oddiygina merchlar, ya'ni kiyimlar berilishi ham volontyorlar xursand qila oladi. Oddiygina aynan bejik, ya'ni maxsus bejlari volontyorlarni xursand qilishi mumkin. Masalan, o'zim ham har bir borgan volontyorlik loyihalarimdan maxsus logoli merchlarini, bejiklarini to'plab yuraman. Hobbi sifatida bu men asosiy hobbilarim deb ayta olaman. Xorijiy jurnalida ham anchagina maqolalar chiqib qo'yibdi bugungacha. Shu jarayon. Yana bir hobbim sifatida ayta olaman. Maqolalar, hikoyalar yozish hobbim hisoblanadi. Hozirda 10 dan ortiq xorijiy jurnallarda, xorijiy publicationsda, ya'ni nashriyotlarda o'z jurnallarimni chop ettirdim. Eng asosiysi ularning hammasi bepul tarzda chop ettirilib berildi. Ular sirasiga Ispaniyani kirita olamiz, Italiya, Angliya, Germaniya, Keniya, Bangladesh, Hindiston, Turkiya kabi mamlakatlarda o'z maqolalarimni chop ettirdim. Qolaversa hozirda Britaniya va Germaniya nashriyoti bilan o'zimni shaxsiy mualliflik huquqimdagi kitobni chop ettirish masalasi bo'yicha yozishmalar bo'lyapti. Aynan kitob The Unique Jewel in Central Asia, O'zbekiston nomida chop ettirilishi kutilmoqda. Ya'ni Markaziy Osiyoning yagona javohiri O'zbekiston nomida chop ettirishni maqsad qilyapman. Bundan tashqari ko'plab ekologiya, media savodxonlik yo'nalishlarida yoki diplomatik yoki siyosat sohasida ham katta yutuqlarga erishganman. Ulardan birinchisi bu Amerika departamenti tomonidan tashkillashtirilgan Access loyihasi hisoblanadi. Bu loyiha 2 yillikka mo'ljallangan va maxsus saralash asosida, arizalar asosida qabul qilindim va 2 yil davomida ingliz tilini bepul tarzda o'rgatdi hamda media bo'yicha ham o'z darslarini olib bordi. Bundan tashqari yana bir loyihaga qabul qilindim. Ya'ni Amerika elchixonasi, Toshkentdagi Amerika elchixonasi tomonidan tashkillashtirilgan Education USA Academic Connects program hisoblanadi. Asosan bu loyihani amerikalik o'qituvchilar bizga Zoom orqali o'tishdi universitet tomonidan. Asosiy holatda test, IELTS yoki TOEFL test imtihonlari haqida bizga ma'lumotlar berishdi va kurs bu dasturning oxirida biz Amerika elchixonasida amaliyot o'tadik. Bu ham volontyorlik sohasiga yaqin hisoblanadi. Ayni paytda davlat mukofotlariga ham hujjat topshirish arafasidaman va hujjat topshirdik. Aynan jamiyat hayotida yuksak marralarga va yutuqlarga erishgan yoshlar, 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar orasidan saralab olinadigan davlat mukofoti, ya'ni Mard o'g'lon davlat mukofotiga hujjat topshirdim. Aynan bu mukofotni davri 3 bosqichda o'tkaziladi. Saralash bosqichi tuman jarayonidan o'tdik va viloyat bosqichiga yetib keldik. Viloyat bosqichidan so'ng respublika bosqichi bo'lib o'tadi va respublika bosqichidan so'ng Mard o'g'lon davlat mukofotiga har bir viloyatdan 2 tadan nomzod saralanib loyiq ko'riladi. Yuqorida siz bitta gap aytdingizda, men xorijda o'qimoqchi edim, lekin O'zbekistonni rivojiga hissa qo'shishni o'ylab qoldim dedingizda. Lekin sizni erishayotgan yutuqlaringiz bilan bemalol siz top 100 talik universitetlarga balki o'qishga qabul qilinardingiz. Nima uchun bunaqa fikrga kelib qoldingiz? Aynan xorijiy davlatda o'qish uchun birinchi o'rinda har bir omilini hisobga olishimiz kerak. Tashqi omillar, ichki omillar. Aynan xorijiy davlatda borishimizda qanaqadir qiyinchiliklarga uchrashimiz mumkin. Hattoki grant asosida scholarship olgan talabalar ham o'zini qiyinchiliklarga duch kelishi ozroq meni o'zgartirdi fikrimni. Siz mana yuqorida aytdingiz, ispan tili bo'yicha o'sha o'rganganman dedingiz va meni yodimda siz aynan ispan tili bo'yicha birinchi sertifikat olgan foydalanuvchi hisoblanasiz Ibrat Academy mobil ilovasida va mana shu sertifikat sababli o'sha biz sizni qidirib topgandik. Agar yodingizda bo'lsa, shu qanaqa bo'lgan, umuman biz sizni qidirib topishimizni kutganmidingiz yoki kutmaganmidingiz, kutilmaganda bo'lganmi? Shuni aytib bering.
Ibrat farzandlarini aynan ochilgandan so'ng Ibrat Academy ilovasi platformasi ishga tushirildi va unda har bir YouTube'da o'rgatilayotgan darslarni test variantlari va mashg'ulotlari joylashtirildi. Ibrat Academy bo'yicha ro'yxatdan o'tdik va o'zimizni o'rganayotgan ingliz tili va ispan tili darslari bo'yicha testlarni yechishni boshladik. Aynan testlar darajaviy jihatda A1dan B2 gacha joylashtirilgan edi. B2 gacha testlarni уже YouTube'dagi barcha darslarni ko'rib tugatib bo'lganman va hammasini egallab bo'lgandan so'ng har bir darsni 10 ta yoki 15 ta darsni bir kunda tugatgan kunlarim ham bo'ldi. Natijada B2 darajagacha erishib, testlarni tugatdim va sertifikatga ega bo'ldim. Yoshlar ishlari agentligi va Ibrat farzandlari tashkiloti tomonidan ana shu kunda taqdirlandik. Maktabimizga Yoshlar ishlari agentligining Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i keldi, tabrikladi va aynan bu tabriklash juda ham katta motivatsiyaga sabab bo'ldi. Tengdoshlarim orasida yoki o'zimdan yosh bo'lgan ukalarim yoki singillarim orasida ham bu tilga qiziqish juda ham kuchaydi. Aynan bu til bo'yicha ham ularni o'rgatishimni so'rashdi va Ibrat farzandlari platformasida, akademiyasida ro'yxatdan o'tishni boshlashdi. Ana shu narsadan so'ng ko'pchilik Ibrat farzandlari loyihasiga qiziqishi kuchaydi. Demak, bugungi kunda sizni ko'rib muvaffaqiyatingizni bu yerda xorijiy tilni o'rganadigan aynan o'sha buloqboshilik yoshlar ko'payib ketdi. Tushunishim bo'yicha. Maktabingizni o'zida mana Ibrat farzandlaridan taxminan bilasizmi, qancha odam ro'yxatdan o'tgan, til o'rganyapti? Ibrat farzandlari ochilgandan so'ng maktabimizda ko'plab tashabbusli uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Mahalla yoshlar yetakchilari tomonidan va boshqa tashkilotlar tomonidan bu loyiha haqida barcha o'quvchilarga ma'lumot berildi va ro'yxatdan o'tkazildi. Hozirda maktabimizda 600 dan ortiq o'quvchi mavjud bo'lsa, ularning teng yarmidan ko'pi Ibrat farzandlari orqali hozirda xorijiy tillarni o'rganib kelishmoqda. Buloqboshida asosan o'sha ustozlar qaysi tillardan dars berishadi o'zi? Qaysi xorijiy tillar o'qitiladi bu yerda? Tumanimizda asosan ingliz tili, rus tili keng holatda o'rgatiladi. Maktabimizda ham xuddi shunday holatda. Hattoki viloyatimizda ham kam o'rgatiladigan tillar deyarli o'rgatilmaydi va kadrlar yetishmasligi masalasi ham eng birinchi holatda turadi. Aynan birinchi bor ispan tilini o'rganayotganda qo'shimcha kurs izlaganman. Mustaqil ravishda o'rganishdan tashqari tumandan, viloyatdan kurslar deyarli chiqmagan, ya'ni o'quv kurslari yoki hattoki ijtimoiy tarmoqlarda ham bu til bo'yicha yetarlicha resurs manbalarimiz juda ham kam. Bizga bir kunlik kun tartibingizni aytib bera olasizmi? Albatta. Qishloqda aynan uyqudan uyg'onaman, ya'ni qushlar ovozi bilan yoki qanaqadir mayin shabodalar eshishi mumkin qishloq sharoitida. Uyg'ongandan so'ng badan tarbiya qilaman. Aynan toza havoda ertalab. Qishloqning havosi juda ham toza bo'ladi. Keyin nonushta qilaman va maktabga yo'l olaman. Maktabda aynan o'z fanlarimdan tayyorlanaman, do'stlarim bilan muloqot qilaman hamda maktab tugagandan so'ng yana uyga qaytishni boshlayman va mustaqil tarzda o'zimni darslarimni bajarishni boshlayman. Uyda asosan qishloq sharoitida bo'lganimiz tufayli qo'shimcha ishlar ham bo'ladi. Albatta ertalabdan kechga qadar faqatgina o'qish bilan cheklanib qola olmaymiz, chunki sharoitimiz aynan shuni talab qiladi. Ham o'qib, ham ish qilishimiz kerak. Uy ishlari baribir qishloqda bo'ladi. Masalan, qanaqa ishlar qilasiz? Nima ish bajarasiz uyda siz? Uyimizda asosan katta yerimiz bor. Ekin ekamiz va ana shu ekin orqali o'zimizni kundalik mahsulotlarimizni yetishtira olamiz. Maktabdan kelganimdan so'ng asosan dars berish bilan ham shug'ullanaman. Siz o'quvchisiz, sizni o'quvchilaringiz bormi? Albatta, o'quvchilarim bor. Birinchi bor aynan o'quvchilarim o'zimizda qo'shnilar bo'lgan va ana shundan keyin ikkita o'quvchi bilan boshlaganman. Birinchi bor 1 yil oldin offlayn ta'limni boshlaganman. Undan oldin 15 yoshimda onlayn ta'limni ham boshlagan edim. 1 yil davomida har xil viloyatlardan kelgan o'quvchilarni onlayn tarzda ta'lim berdim. Unda lekin ma'lum bir darajam yo'q edi ingliz tili bo'yicha. Ammo hamma darsni bepul tarzda o'tganman. Va mana 1 yildan so'ng o'zimni shaxsiy o'quvchilarim ham paydo bo'ldi va offlayn tarzda hozir dars berib kelmoqdaman. Qaysi fanlardan dars beryapsiz? Hozirda ingliz tili bo'yicha dars beryapman. To be'ning qo'llanishlarini aytinglar. Ya'ni emizarni egalar bilan qo'llanilishi. I bilan, ya'ni M, UVZ bilan, R. Maktabda qo'shimcha tarzda hozirda ona tili va matematikaga tayyorlanayotgan
tengdoshlarimga ham o'z bilimlarimni ulashib kelmoqdaman. Demak, o'zingizni sinfdoshlaringizga, o'zingizni tengdoshlaringizga siz dars ham beryapsiz. Shunday. Ona tili adabiyotdan. Ona tili adabiyotdan. Matematikadanchi? Matematikadan ham. Demak, milliy sertifikatga tayyorlayapsiz. Shunday.